Ha, Ulug'bek. Voy aka. Ha, Ulug'bek, men vaqtroq ketyapman. Ishlarim bor edi. Hasan aka, bu bir oydan beri mashina chiqardi aka, 2-3ta. Ularni pulini olamizmi aka? Shunda endi o'zingiz tushunasiz, ro'zg'orga pul kerak bo'lib turadi aka. Yaxshi eslatdingiz. Bugunga va'da qilgandi. Hozir telefon qilib ko'ray-chi. Ha, bo'ldi aka, shunaqa qilaylik. Siz so'rayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Ko'tarmadi, ha? Narigisi nechida? Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi O'chiq deyaptimi? Bunisiga qilaychi. Obbo, o'zi sankamiding. Alyo. O ishdaman. Ali, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ali, nima bo'ldi aka, bugunga va'da bergandingiz? Hadeb telefon qilaveradimi? Arzimagan narsaga o'zim olib borib beraman dedim-ku. Arzimagan pulga hadeb bezovta qilavermang. Usta. Aka, men sizdan qarz so'raganim bu. Men sizdan haqqimni so'rayapman-ku. Yonimda turizmga qolibdi. Ulug'bekka bersam o'zimga pul qolmayapti. Bugun uyga ro'zg'orlik qilish kerak edi. Lekin mashinalarni nasiyaga men chiqarib yuborgan. Mana bu Ulug'bek qiynalib qolmasin. Ulug'bek, aytyapsiz. Ulug'bek, turizmni buguncha eplab turing. Ertaga mashinani egalaridan pul olsam, yana beraman. Chiqib ertaga beramiz aka. Ha, beradi, chaqiramiz. Ertaga beraman demang, kechasi bering. Peshona terim. Mana bu peshonada ishlasa, peshonasi terlab, badani ho'l bo'ladi. Ana shu peshona terisi qurimay turib berish kerak. Peshona terisi qurimay, ustani ishlatib bermasangiz, u siz zulm qildingiz. Siz zolimsiz, usta mazlum bo'ladi. Usta agar